Assalamu alaikum arkadaşlar. Hammalarımız hayırlı olsun. Biz dersimizni kalgan yerden devam kılaylı. Karşı günkü dersimizde bir HTML ve CSS'de biz öğrengen mezmunlardan paylanıp bir torp etme şekline, yani UI'sini layıklayıp çıktık. Bu şekilde üst tarafta logo, alt tarafta izleyiş, münderice, resimlerini koyup, mezmunlarını koyup degendek. Bugün biz şunun ahırını devam kılmış kelgen yerden. Biz bugün bunun ahırı hem de oturup bir adet ilan kutusak mı buldu? Bunun alt tarafı betinin astığa. Hakkımızda biz kim degende knopkalarını koyuş, ictimai alaka turbetinin adreslerini koyuş ve yan tarafı bir tal bizden haber ilan degendek bir ramkalar buldu. Aslında ilk adresimizi yazıp koysak, turbet yanılıklar bolsa bizge bir haber kilitlen bir nimler var, ordular var. Biz turbetleri aşındak buldum. Şunun aşındak bir orunu tutup çıkmış. Biz hazır betinin üstüne oturup kısmını hesap bulduk. Hem de betinin alt tarafı ötep kessek bulduk. Bunun için ben HTML betini içip karşı günkü kelgen jaydın qarasak hazır biz header'ni qilib oldik. Ma'ni bisip, header qismini taqib etdik, kichikroq tursin. Endi men content qismini bisip, content qismini taqib etgandan keyin qarasak hazır konteynerda bir tal cho'ng divar ustida butun betni tutib turadigan. Buningki tugash nuqtasi ma'bu. Biz hazır ma'bu item istedik, betning o'tirdiki ma'bu 9 tane mezmun. Header deganimiz endi mana betning üst tarafı. Şu münderecime daha işige billa buniki şu logosu, izleyiş ramkisi ve tizimlik münderecilen billa içinde. Endi biz bunun astığa bir tal yana izahatını izletip footer deyli betning ast tarafı. Bununla okşaş şekilde CSS'de bir tal footer deb isim koyup bir tal klasını diyor ağandın keyin. Mesela hazır biz betninki qarsak on sol taraf boşqa hamda. Çoxum biz footer'ını bu şekilde işe gelişimiz gerek. Oturdan başlatsak buldu. Bu biz işki yan tarafga çeşilip gidiyor. Şunun için bir tal yeni bir div koyaylı. Mesela biz manada nima işletecek hazır. Content'ninki kanallikini biz muhim deb etken. Şu an biz footer'ninkini muhim deb etmey hazır. Footer degandan bir CSS dizip bir körlü bir narsa. Footer dedik. Bununki tagning rengini qo'yiqdan qiniqroq qilaylik maqsad. Bir qardin ochiqroq qora emas background degandan keyin 333 deb bir dakika susroq kulrangdan qiniq qardin susroq bir rang bor. Shu rangni ishlatsak bo'ldi. Buningga barliq ichidagi xatlarning rangini aqib qo'yaylik. Aqib qo'ydik. Endi buningga bir vaqtincha bir egizlik berib turay ko'rish uchun 200 piksel. Buni beğenmeyeyim, ben fakat hazır muhabbette icra buldum bulmadım ko'rish uchun ham beraman. Agar şeyi saqlab, ma'lum saqlab olgan bo'lsam ishlashi kerak. Qarasak, mana bu yerga bitta ast tarafning birini chiqarib oldik. Biz bunga ishiga yozgan mazmunlar, qo'ygan narsalarga qarab egizligini avtomatik o'zi tanishaydi. Men hozir bu ishladimmi ko'rish uchun qo'limda berib qo'ydim. Hozir buning ichiga men bir tal har qanday xat yoki mazmun yozgan vaqtimda qarasanglar mana bu shaklda bu en chet tarafga, yani o'ng tarafga, uyg'urcha bo'lganligi uchun o'ng tarafga ketdi. Bo'lmasa sol tarafga ketgan bo'ladi. Biz buni o'ttirdim. Shu o'ng sol tarafning ustiki bilan o'xshash bo'shliq qo'yib turib, o'ttirdan boshlashimiz kerak. Shunaqa qilsak chiroyli chiqadi. U ixtiyor, unda bir masala yo'q. Biz endi mana CSS ga kelib hozir bir qarab baksak, bizningki container deb bir CSS bo'lgan content. Buning kanaliga 1100 piksel ekan shundaymi? Odatda shu o'tirg'a qo'llangan ishlarga bir tal CSS'da bir tal div qilib berib, hamma joyga shuni ishlatsak bo'ldi. Biz buni undaq qilmay hozir men faqat content buningki kanalga 1100 berdik, o'tirg'a chiqardik.
Biz undaq qilmay ast tarafga yana bir tal. Masalan, ikkinchi bir mazmun qilaylik. Filter content deb qo'yaylik mana. Filter content. Ama content. Degandan keyin buning kengligini o'xshash shaklda minus piksel qilaylik. Minus piksel qilgandan keyin buni hamda biz filterning ichiga yana bir tal div qistiramiz. Bu divninki klassning ismi filter content. Filter content degandan keyin biz sinab boqaylik mana qanday chiqadi. Qarasak o'xshash bir o'zgarish yo'q. Lekin mana CSS inspektor qaragan vaqtimizda filterning ichida yana bir tal content deb bir narsa bor. Qarasanglar hozir. O'ng tarafda quyuq, sol tarafdagi bo'shliqni ko'rasizlar. Bu normal ishildi. Buning uchun hozir agar xohlasak, buningga bir tal vaqtincha bir egizlik berib ko'rib boqaylik. Biz piksel dedik. Buning rangini qiziq qilib turib bir sinab boqaylik. Qarasak bu shaklda ichida bo'ldi. Endi biz buni o'tirg'a olsak bo'ldi. Buni o'tirg'a olish uchun yana o'xshash shaklda ma'noga agar ustidagi footer degan klassga text alignment ma'noga center deb boqaylik. Bizlar sinab maqsad bo'ldi. Qarasanglar faqat xat o'tirg'a kelgan bo'ldi. Lekin mana ichidagi div o'tirg'a kelmadi. Buni hamda biz bu yerda buni ishlatmay o'xshash shaklda ma'noga footer contentga margin deb bir narsa bor biz qancha kun ishlatgan edik. 0 yozib 0 hamda 5'idagi asti ustidan boshliq qo'yma degan bo'ldi. Yani auto desak bu o'tirg'a kelgan bo'ldi. Agar to'g'ri yozgan bo'lsam. Qarasanglar mana shaklda o'tirg'a kelgan bo'ldi. Endi biz ma'noga bergan egizlikni ma'noga bergan egizlikni ichidagi ranglarni ilib o'tib ishimizga davom qilsak bo'ldi. Hozir qarasak xat eng ostida kichik shaklda chiqqan bo'ldi. Biz endi buningga masalan bir bet haqida deb kichikroq bir mazmun qo'shaylik. Ben bunu hozir 3 ga bo'lmoqchi. 1 2 3 ga bo'lib, birinchisiga bet haqida, ikkinchisiga daraja tizimlik, uchinchisiga social media bag'i, ijtimoiy shularni qo'ysam bo'ldi. Buningda endi bunga nima deb ism qo'ysak bo'ldi deganda footer narsa deb qo'yaylik, nima desak. Footer dil deb qo'yib turay ixtiyor. Buningga bir kenglik berishim kerak hozir. Kenglikni men 30% qilib qo'yib turay. Mana shaklda. Buningki ismi footer deb bo'lgan bo'lsin. Bunu ichiga qarasanglar hozir footerda jami 2 tal div bor. Birisi footer dedik. Buni mayda taqib etdik. İkincisi footer content dedik hamda buni men astma taqib etgan. Biz buning ichiga kelib, shu footerning ichiga qildigan, betning ostiga yozgan narsalarni kelajazmiz. Footer div degandan keyin buning ichiga men bir tal h5 bilan bir tal mavzu qo'yib boqay. Bet haqida deb. Bet haqida. Menda tursin. Qarasak mana bet haqida deb bir xat chiqdi ost tarafdan. Endi bir astaga biz bir paragrafning ichiga mana o'ringa mana betning xatlarni ilib chaplab qo'yaylik shu tur. Mana mana ilib bir bo'shliq qo'yib biz buni qo'limizda chizib yumsak bo'ldi hozir. Mana shaklda uzunroq bir narsa chiqsin deb shunga sal avaro qoldim. Paragrafning ichiga buni yozdik. Chunki asti quruq o'tib oldi hozir mana o'chiribdi. Qarab bassak mana bet haqida deb asti tarafda uzun xatlar chiqdi endi. Bu hozir to'g'ri tursin masalan. Foto dedik ama endi bir davomga kelib buniki. İkinci bir footer devrin birini qo'yay. Mana shaklda devrin birini qo'ygandan keyin buningga hamda mundarija deylik, tizimlik deylik yoki sahiflar desak bo'ldi ixtiyor. Shu laylagan betniki mazmun qarab turib ism qo'ysanglar bo'ldi. Masalan, buni sahiflar deb qo'yay. Sahiflar. Endi mani iletib, men buningga hozir tizimlik qo'ymay. UL deb biz tunji qitim 2-3 kun o'rgangan edik buni. UL dedik. Hamda
Bununla li degenden keyin bir tal ulanma qo'shaylik bununla A. Bunun o'xshash ulanma bitiga bir tal hashtag qo'yib turman. Mesela ma'noni hozir tanishib bo'g'ichi bunda chiqqach tursin. Qarasangiz bu aslida chiqqan bo'ldi, ikkinchi birini qo'yib oldik. Endi o'xshash shaklda yana bir tal ilib mana aslida tushirgandan keyin bununla ijtimoiy aloqa deb ism qo'yaylik. İctimai aloqa. İctimai aloqa. Hozir endi biz bu asta-asta tushib ketdik. Biz buni o'ng tarafga tassak bo'ldi. Buni qilish uchun 30% kenglik bergandik. Buningga float left yoki float right deb tortimiz endi qarshi kelganga. Biz o'ng tarafda bo'lganlik uchun ma'ni float left desak so'ldan boshlaydi, biz float right deymiz. O'ng tarafdan boshlaysan deb. Qarasak mana hozir ma'lani hammasi o'ng tarafga ketgan bo'ldi. Lekin mayada bir masala chiqdi. Qarasangiz tezlik yo'qolib ketdi hamda. CSS'da shunday masala kelib chiqadi ba'zi vaqtlarda. Buningki bir necha xil usuli bor buni o'ngshash uchun. Egizlik yo'qolib ketgan vaqtida bu ko'p to'rbatlarda CSS'larda shunaqa masala yo'liqidi, chiqadi. Shunga biz xohlagancha bir tal fix deb bir tal klass qo'yib qo'yaylik. Bunga masalan clear degandan keyin bas deymiz. Bu ba'zi lozim bo'ldi. Bu endi shunday agar egizlik bermagan vaqtimizda dilga egizlik bermay biz o'ng so'lga tortgan vaqtimizda ichidagi divlarni bunun egizlikni yeb ketdi. Egizlikni yeb ketgan vaqtida resim bir narsalar bo'lib qolsa ko'rinmaydi. Shuning uchun bir tal xohlagan ismni qo'yib, masalan fix deb bir tal div qo'yib oldim klassning birine. Men endi buni ostiga tushib o'sha footer content degan ichidagi divninki ichiga bir tal quruq divni birini qo'yman. Div dedim hozir. Buni class masalan fix deb qo'ysam hozir qarab boqaylik. Qarasam o'xshalgan bo'ldi. Shunga o'xshagan ba'zi bir kichik masalalar chiqdi. Bu shaklda o'xshab qilib olsak bu darxil usullar bor. Agar egizlik berib qolsak bunday masala chiqmaydi. Agar divga egizlik bermay ichidagi narsani o'ng so'l tarafga tortgan vaqtimizda shunga o'xshash egizlikni yeb ketadi. Shunga bir tal quruq divni birini qo'yib tanshab qilib olamiz. Qarasangiz hozir 3ga bo'landik endi. Mana 3ga bo'lib oldik. Endi men birinchisini ajratib o'xshaydi mana. Mesela bunun ayrım div bermişsem, class yazmışsam bo'ldi. Endi footer divning ichidagi mesela hozir men footer divning ichida aslida tushib mayaga chekit footer divning ichida H5 dedik endi. Bunga bir font size cho'ngaytib qo'yay, cho'ngroq tursin. Font size 20 piksel deb boqaylik qanday chiqadi. Qarasak malaslar cho'ngaygan bo'ldi endi betning mazmuni. Shu tizimlikniki ichidagi mazmunning mavzusi. Endi biz buni hozirroq o'ng so'l tarafga bir bo'shliq qo'yib qo'yaylik. Mana shaklda bir padding deb bir 10 piksel deb boqay. Azroq bo'shliq bergan bo'ldik, chunki ost ustida bir bo'shliq qo'ymasak chiroyli chiqmaydi. Endi bunga bir tal masalan bor desak, bir tal pi bor. Endi buning ichida uzun xatlar bor. Shu bet haqida degan. Buni azroq ikkisini aniqni bir ichib buning uchun shu biz mavzuni cho'ngaytib qo'yib shunaqadan bersak bo'ldi. Margin yoki padding xohlaganini bersanglar bo'ldi. Margin bottom ost tarafdan bir 20 piksel bo'shliq qo'yib qo'yaylik hozir. Qarasak mana shaklda bir bo'shliq qolgan bo'ldi. Lekin bu sal cho'ngib ketdi. Shunga buni bir 10 piksel deb turli. Xato yozilib qoldi 10 piksel. Bu mazmun normal bo'lgan bo'ldi endi. Bu xatning rangini azroq almashtirib qo'yaylik. Mana ichidagi P degan xatni endi paragrafni ochadi qo'yaylik. P degan tagning ichida. Color degandan keyin buni bir 999 qilib qo'yay. Qarasam mana xil chiroyli chiqdi. Oq chiqsa ba'zi chiroyli chiqmaydi. Darhol tanishib olsak bo'ldi. Undan boshqa endi eng ust tarafdagi divninki ostidan bir bo'shliq qo'yib qo'yaylik hozirroq. Bunun ismi footer degan divning ichiga biz padding deb ost ustidan bir 15 pikseldan bo'shliq qo'yaylik. O'ng so'l tarafdan qo'yimsak bo'ldi. 0 yozsam. Qarasam ost ustidan bir bo'shliq qolgan bo'ldi hozir. Endi biz save'lar dedik. Save'larga kelib hozir. Buning ichidagi ma'noda
Üstüdekidin köçelep lam asama boldu heyretdikidin. Mesela mana baş bettir doktorlar biz kim? İşte özüne alaylı köçelep lam. Mana baş bettir dok. Üst tarafta men fakat sizinlikte mesela UL degenini işletmeyi adepmiş ulanılam işletken ast tarafta men okşumaydıran şekilde ma list şekillikini işlettik hem maktım. Torbet desəkdə məlum bir çəkdiyimiz yox. Qaysı orunğa, qaysı maskəsə, qaysı kolay bolsa, hər xil şəkildə işləsənlər bular. Bunun anda bir məlum bir çəkdiyimiz yox. Bununğa yəni bir dal köp qoşaylı. Adı bağandan keyin indi qarab baxaylı qanday çıxır. Qarasaq, bularni kelgan boldu hazır. Şu vaxt kelgəndə bunu sözlüm kessin. Qarasаңlar da bişdən aq çıxıb aldı hem bizninki. List style dep bir нәрсе öyrəngendik biz bişlik dərslerde. Onu bize hem biz ayrı bir yürüyüşten hacet yok, bir avarçılık. Şunlaşqa biz CSS'den bişliğe yak ahırı kalgan bir orunga. Yo el bar mesela o elde gelin nesle var. Aşlarınınkine hem de. Ne çıkılıp gaz hemen tallap ne devetsek buldu. Biz UL işlettik hazır. Mesela order listingini özeldim abi. O el işletsek mi buldu? Lekin işkilisininkininki nerede işletsekmiş bişteki yumlak nesle çıkılanmışsın da belki bekitip koysak. Karısanlar hazır yok ketken buldu. Bu şekilde düzeldi. Hem de sahipler. Bu önemli tam şeydi bununki. Çünkü bir şeyde karışsak hazır mı? A degen ulan benimki renk karıga hem de otomatik şekilde karı çıkıdı. Barlıq torbetiklerninki karı bolsun dep tanışıp etken. Biz fakat futurun açıdaki hazır. Açtığınki şu ulanılan renk tanışayımız. Onu kılıç için CSS dikilip hazır. Futur divinin içinde karab bakayla HTML'ge. Futur divinin içinde mesela nimetimiz UL baken, li baken, ulanmış baken. Biz müşteri bir class basic modu. Class futur menü diyelim aynen. Bunu köçürüp edip ben aslındakinin okşaş şekilde işletmekçi hazır. Hem de futur menü degen class'ın ismi buradaki CSS'de hazır yok. CSS'de yazmadık. Hem de CSS kilip mayaga. Futur menünün içinde ba ulanma başında ama li ba onun içinde a ba. Yani bununla mesela color degendin keyin mane bir ak koyup sınıf bakayla hazır kandaş. Karsanlar ak boğan budu. Lekin biz bunu mayandaki okşaşılandı kılaydı bir tutaş çıksın. Onun için biravını edip ama işletsek bulduk. Karısak mana şekilde ben tanışken bulduk. Hem de arası pek yakınken arlıkı bunun as üstüge. Bunu sen içi değil arlıkını. Bunun bir padding bir koysak mı buldu? Ya ki margin versek mi buldu? Ben fakat as tarafından birey mi aktım sınav için? Padding bottom dedik. 10 pikselde bakaylı. Ma şekilde çünkü işlemi de ulanımlarda padding'in as üstüge versek işlemeydi. Onun için bir display block versek işleydi. Display. Her bir katağını blok şekilde özgərtip degan vaqtimizda işleydi. Ma şekilde. Sal çoğun bitip qoptu. Mesela mana B işlep qo'yaylik. Ma şekilde tutsa bo'ldi. Endi bularni qilib oldik. Buniki araliqni, kantarliqni o'zinglar o'lchab, layga qarab turib o'lchab qilib olsanglar bo'ldi. Masalan, mana xat bo'lganlik uchun tang chiqdi. Mana hozir qisqa bo'lganlik uchun mana betniki ismlari bu. Shunaqasi ma'lumotni keng qilgan bo'ldi. Chunki biz 3 ga bo'lgandik. Her birisining kengligini 30% qilib qo'ygandik. Endi o'zim ijtimoiy aloqa deganga hozir Facebook, boshqa masalan Twitter degandek narsalarni ishlataylik. İctimai aloqa. Bununla masalan hozir Facebook deylik, Twitter, Instagram, bizga YouTube'ni qo'yaylik YouTube. YouTube. Masalan ma'larni yozdik. Endi bununla yan tarafga kichik bir qo'ymish to'lbatlarning logosini, ya'ni iconini qo'yadigan ish chiqadi. Bununla masalan rasm ishlatsak mi bo'ldi? Masalan bir xil rasmni sinab ko'rsatayotgandan keyin men yaxshi osonroq chorasini deb beray. Men ko'proq flat ikonini ishlataman.
Mesela bir tavga Facebook'taki ikonunu alaydım ege. Bunun bizge hazır qanday rang lazım degan vaqtda bunun oq rangi lazım. Yoki kul rang o'xshash rangda chiqish uchun bunda hozir oq va yoki qora deb ishlatsak bo'ldi. Bittalarni sinab boqaylik. Masalan, mani ochgan vaqtimizda bunga o'xshaydigan yana bir nechta turbat bor. Masalan, iPhone 8. Ma turbatda masalan biz rangini tanishib tushiralaymiz. Uni sinagan bo'laylik biroq Facebook deb yozgandan keyin masalan bir izlab topsunmaydi. Şu ikonlarning yaxshilik va yaxshiz ikonlar bor turbatlar eng yaxshilari mush ikkisi mening ishlatganlarim yoki mening buzganlarim deylik. Bunga o'xshaydigan turbatlar nurg'un turbatlar bor. Lekin ma ikkisini tepishsa qulay ham yaxshi. Masalan Facebook dedik. Masalan mani ichib qarasak hozir buniki rangni tanishadigan o'rinlar bor. Men shundoq biletdim agar o'zgartirib etmagan bo'lsam. Mayda araliq qo'ygan obida tanishliklar bor ekan, o'sha yerni tanishib ishlatsak bo'ldi. Boshqa bir jumlaga qarab boqay ma'noda. Buniki mana ma'noda masalan rangni o'zgartiramiz. Qarasak bizga oq rang bo'lsin bo'ldi, kul rang bo'lsin bo'ldi. Rangni kodini o'sha yazsak bo'ldi. Ba'zi ikonlarni mushtarbatlarni biz ranglarni tanishib tushirib ishlatalaymiz. Manikini bo'ldi ekan, mana kul rang qilib mana bir sinab boqaylik hozir vaqtincha. Bizga bir 48 piksellik metal bersin hozir. Buni tushirib oldik. Qarasak mana bir tal Facebook'niki mana resim şekillik ikonu tushirib olgan bo'ldik. Buni ko'chirib olgandan keyin bizning shu darsimiz bor o'ringa ismini FB deb qo'yib qisqartib bilan. Endi biz HTML'ga kelib, masalan, ma o'ringa beshaga bir tal rasm bersak bo'ldi, ma ichiga img dedik. Buningki rasmning ismi nima edi? FB png hamda Facebook'niki qisqartirilgan shakli bo'yicha. Mana bir ko'rib boqaylik qanday chiqadi. Qarasak mana shaklda rasm shakllik chiqdi. Sal cho'ng. Buni CSS tansak bo'ldi. Va yoki mayadin qo'limizda kenglikda bersak bo'ldi. Masalan 18 piksel berib boqaylik. Mana shaklda tansak bo'ldi. Burunlarda shunday rasm shakli ishlatib, lekin hozir endi yana ixchamlashib bu fontlar chiqdimi shu har xil logolarniki, ijtimoiy aloqalarniki fontları var. Hozir eng mashhur bo'lgani font olsun. Mushu hozir tor dunyosida font olsun chekitga kirsak, eng mashhur bo'lgani shu. Biz buni tushirib ishlatsak bo'ldi, kompyuterimizga tushirib o'zimizning tor bitiga ishlab ishlatsak bo'ldi. Yoki buni 2-3 xil ishlatalaymiz. Masalan, start for free deb haqsiz ishlating deb. Buniki sirtibatlarni ulanmasini ishlatsak bo'ldi. Onun için biz hozir sirtibatlardagi ulanmani olmay, masalan CDN deb turgan, CDN'ni ishlatsak bo'ldi, shu JavaScript bo'lsin, CSS bo'lsin, nurg'un narsalarniki saqlangan ombar bo'ldi. Ularimizni eklib bilan biz CSS shaklida, masalan, HTML tarafga bizga CSS adresini burada chaplab ishlatsak bo'ldi. Lekin ko'pincha men ishlatmayman, shu kompyuter o'ziga tushirib ishlatmayman. Sizlar misol bo'lsin, sizlar shuni o'rgangan bo'lsa, download deb turgan, buni saqlang deb tushirishni bosgandan keyin qarasak, ichida nurg'un hujjatlari bor buniki. Bizga kerak bo'lganlarni olamiz. Bir şeyni tushirdim, gittim tushirib olaylik. Qarasak 5 megabayt bu narsani keldi hozir bizga. Biz endi buni tushirib olgan o'ringa qaytib downloads'ga shu font olsun degan hujjat qaltisini o'xshash o'ringa saqlab oldik. Buni zipdan chiqaramiz. Zipdan chiqargandan keyin mana o'chiritib, masalan, qarasanglar biz mana bir font ishlatgan tuqqan, shunga o'xshash bir font bor hozir buni ichida. Mana kerak bo'lgan narsalar nima desak, azroq ratlab chiqaylik. Bizga masalan font olsun, web font degan ma'lum qismish lozim. Buni ko'chirib oldim. Ko'chirib
üst tarafki çapıldığıma okşaş orunda olsun der. Hem de bununki CSS kirme. CSS'e kirip all digini lazım. Ne çıkıl font var bunun içinde. Ben onu alsam yoki man kichik qilayotgan ustida qaysi CSS bo'ldi. Onu olgandan keyin o'zimdan CSS degan o'ringa yoki shu betninki nerede CSS bo'lsa chaplasam bo'ldi. Men chaplab oldim ham. Bizga endi bu kerak emas. Ben o'chirib etdim, tushirib olgan hujjatni. Biz hozir ben tushirib olgandan nima oldik desak, shu web fontni ochib qarasanglar, biz tushirib olgan font olsun degan, shu fontlarniki endi shu hujjatlari, font hujjatlarini saqlab olgan bo'ldik. Bu bizden shu hujjat saqlagan o'rinda index html bor qarasangiz, CSS'lar bor. Ashning ichida web font degan bir tal folderning ichida. Buning CSS hujjati mana bu. Buningga masalan font olsun deb ismini o'zgartirib qo'yay. Endi men hozir shunday shaklda ishlasak bo'ldi. Buni yerlashtirib qilib bo'ldik. Endi biz shu styling ustiga va ostiga ne ishlatsak bo'ldi, ixtiyor. Mana o'chirib turib, ana ustiga yerlashtiray. Link degandan keyin CSS'ning ismi nima font olsun, ama font olsun. Bunu yerleştirip olgan bo'ldim. Bu şekilde yerleştirip alsam yine işlemesligi mumkin. Hozir buni tushuntirib qo'yay. Chunki sababi nima desanglar hozir. Web font ma'no ichida shundaymi? Endi CSS'ni biz ma'no ichida oldik, lekin biz bayam tushirib olgan vaqtida CSS degan bir xil folderning ichida dedim, CSS mana shaklda dedi. Font mayda, CSS mayda. Resim chiqishini bunday qilib turib, agar men sirtiq ilib etgan bo'lsam mana shaklda, cho'qim buni ichib, ichidagi men fontning adresini tanishishim kerak. Bo'lmasa CSS ichida turaversa, vaqtida tanishimsam bo'ldi. Masalan, men tursin hozir. Masalan, men keldim. CSSning ichida dedik-ku. Buni ko'rish uchun hozir nima qanday qildik degan vaqtida CSSning ichiga kirib, meni ochsam, ochgan vaqtimda shu font olsun'dagi CSS hujjatlari bor. Masalan, izlab bakay web font. Qarasanglar mana ikki ta chekit va slash bor. Bu bir üst tarafdagi hujjat xaltining ichidagini ekilib degan bo'ldi. Agar adres xato bo'lib qolsa, o'sha yerda tanishib olsanglar bo'ldi. Endi biz chunki adresni almashtirmoqdik, o'xshash folderning ichiga atqanligimiz uchun normal ishlaydi. Endi buni qanday ishlatamiz degan vaqtida CSS'ni qistirib oldik, font hujjatini va fontlarni ilib oldik. Buni endi kelib men izlasak bo'ldi men masalan Facebook deylik. Buning haqliq va haqsiz fontlari bor. Qarasak mana nurg'un fontlar bor. Biz mana biz bilan bassak bizga CSS'da ishlatish narsani deb turdi. Qarasak mana tag hujjatini chiqarib berdi. Buni bassamdan ko'chirdi. Men eklab hozir men rasmni ishlatmay bundan keyin bir ikonni chaplab qo'ysam ham ishlashi kerak. Qarasak mana Facebook'niki normal ishlaydi, hozir chiqdi. Endi buni biz Twitter'ni ishlataylik. Twitter. Masalan, Twitter'ning ismi cho'qim Twitter bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar xato bo'lib qolsa, to'g'ri chiqdi. Xato bo'lib qolsa, shu betga kirib bir şeyni izlasanglar bo'ldi. Minglagan fontlar bor, o'xshamaydigan shakllar bek ko'p. Instagram. Buningki ismi Instagram bo'lishi mumkin. Qarab boqaylik. Tamam, bu to'g'ri ekan, hozir Instagram deb chiqdi. Endi bunikini YouTube. Masalan, YouTube dedik endi. Qarasak mana shaklda chiqdi. Men lekin xatni o'chirib qoldim mana yerdagi YouTube. Mana shaklda ikonlarni qo'yib oldik. Buning ichida masalan ikonsini bassam hozir. Buning ichida nurg'unlagan ikonlar bor. Biz qaysi kerak ko'p qolsa, men sustroq chiqqanlari haqli bo'lganlari, normal rangda chiqqanlari haqsiz bo'lganlari. Bu haqsiz nusxalarning ichida bizning ishlarimizni yetib ishib qolgandek ko'radigan nurg'un chiroyli ikonlar bor. Shularni ishlasak bo'lardi. Bu endi masalan biz sal uzab ketdimi o'rin. Chunki shu fontlarni ishlatgan vaqtida biz kompyuterga tushirib o'zimizning turbat ishlatishni mashq qildik hozir. Masalan, font olsam CDN'day
Bununki bir CSS adresi buldu. Qarasana mana CSS'ni bu şekilde bersek biz fontlarni tushunsak mi bo'ldi. Bu şekilde bir bersek biroqlam font asteretni bilib turibmiz misollarni. Vaqtida biz fontni tushunmaydi ham shularni turbetini tartib chiqqan bo'lamiz. Vaqtida masalan qarshi tarafdagi turbetlarning adresi masalan chiqib qolsa, ishlamay qolsa, vaqtida bizning betimiz ishlamaydigan bo'lib qoldi. Asti tarafdagi ma'lum normal ishlamaydi. Shunaqa mumkin bo'lsa, shu hujjatlarni o'zimizning turbetga tushirib, shu şekilde ishlasak, texmi yaxshi. Bundan yani misolga hozir bitta ikon birini sinab ko'rsatib boqay. Masalan, ma resim deyli hozir. Buni betning xalqan o'ringa chapasan ishlayverdi hozir. Masalan, mani ko'chirib oldik-ku endi. Shu fontninki CSS'ga yerlashtirgan ismi. Buni ko'chirib ilib, shu betning xalqan bir o'ringa. Masalan, nega qistirib boqayli? Shu tarafdagi masalan, bosh betning bir şey qistirib boqayli, mana qanday chiqadi. Bosh betga ekilib, mana chaplab qo'ysam, qarasanglar mana biz shu CSS'ga yerlashtirib olgan ikonlarning xalqan ikonni biz betning xalqan o'rinda ishlatalaymiz. Hozir shu font olsam deganimiz endi. Tor dünyasida eng ko'p ishlatilayotgan eng mashhur bo'lganlarim shu. Biz endi ma'lum qilib olgan bo'ldik, lekin yan tarafdagi ijtimoiy aloqaning ismlari sal ko'rkamsiz chiqib qoldi. Chunki uyg'urcha biz tanlagan fontninki chiroyli chiqmaydigan inglizcha. Shunlashqa biz buni fontni o'zgartirib olsak bo'ldi. CSSga qaytib kelib yana. Vaqtida masalan biz ma'ni footer menu dedik. Bunaqa footer social deb ism qo'yaylik ayrim. CSSga qaytib yana footer socialninki font family'ni hozir fontninki tipini biz mana shuni ashidin kompyuterda bor ekanmi, kompyuterda bor xatlarga o'zgartirib qo'ysak ham bo'ldi. Masalan, nima qilib boqaylik? Mana bir sinab boqaylik, nima chiqadi. Qarasak mana hozir o'zgardi-ku, lekin xatga biz CSSning ismini o'zgartirayotganligimiz uchun mana rengi qora bo'lib qoldi, lekin font almashdi. Shunaqa biz o'xshash shaklda CSSni bir ma'ni ko'chirib iliblam astiga chaplab biz shu foto socialni ham foto menyuga bergan CSS bilan o'xshash qilib olsak, ko'paytirib ikki joyda ishlatgan bo'ldik sinash uchun. Qarasak mana mayan tarafda ikonlari. Uniki ismi bu şekilde chiqqan bo'ldi. Xohlasanlar shu fontning sayini o'zgartirsanglar bo'ldi. Masalan, men ikonniki fontini o'zgartirib boqaylik, cho'ngligini. Men Facebook va Twitter deganlarnikini. Buni o'zgartirish uchun agar men ma'noga bersam, lin ichida olib olgan, ben buni font sayini berib boqsam hozir. Ko'raylik, font size 30 piksel deb boqaylik sinash uchun. Qarasak, hammasi bir raqam cho'ngdi hozir. Men hammani bir raqam cho'ng aytmay, faqat ikonlar cho'ng kichik qilaman deb qolsak, HTML kelgan vaqtimizda masalan A'ni ichida nima bor ekan, I bor ekan, kichik I degan bir tag bor ekan. Men shu tagga bersam bo'ldi. Vaqtida A'ni ayrim bir tal klass qilib yana footer socialning ichidagi barliq i'larga deylik, mana shaklda berib boqaylik. Font size 30 piksel deb boqaylik, mana shaklda ishlanishdi. Qarasak, o'sha yan tarafga bergan ikonlar ham cho'ngdi. Agar cho'ng kichik qilgan ish bo'lib qolsa, o'sha tanishib, o'sha CSSni ishlasanglar bo'ldi. Lekin bunu beğenmesek mi? Evet, muvaffak şekilde işildi hazır çıktı. Hem de betninki en ast tarafki bir tal. Copyright yani biz nima bor copyright 2021 bir deydigan bir narsalar bor. Açtimi qistirib qo'yaylik bir tal astiga tushib. Yani bizim bunu footerninki ichiga bersak bo'ldi. Mush o'ringa bir tal copyright deb yoziblam CSS'da. Masalan copyright 2021 deb qo'yaylik, daxlam to'g'ri tursin. Bunun içinde bir tal G knopkası var. Bir C degan bir xat jumlaning ichida chiqqan bir xat bor. Onunki HTML'de kodini hozir mana izlayotgandan keyin tushuntirib ko'rsatib qo'yay. Xatni qarasanglar ast tarafga mayga oldik shunaqa. Hamda copyright degan yozgandan keyin text align deb o'ttirdan chiqsin center.
Endi bununla ast üstünün bir boşluk burayla padding 20 piksel dedik. 10 sonra 0 piksel burayla. Yani üst tarafga bir tal siziq berib deydi buniki border top 1 piksel sorry tuzrangni berdik. Kulrang qilib qo'yaylik. Qarasak hozir mana shaklda bo'ldi, lekin kulrangi chiqmadi. Mana xato yozibdiman, solid mana shaklda. Qarasak bundaq bir issiqdan ayirayotgan bo'ldik. Buniki rangini mishani tanishib olsak bo'ldi. Masalan 999 deb boqay. Mana shaklda. Mana shu laylaydigan programlarda rangning kodini ilib ishlatsanlar bo'ldi. Mana hozir onun so'lg'i bo'lganlik chekt oxirida chiqib oldi. Buni chiqdim tushundirdik. Buniki direction'ni aslidagi o'sha ayrim satırninki copyright degan o'rnik direction'ni left to right qilaversam soldan o'ngga. Mana chek mana shaklda tuzalgan bo'ldi. Endi buning keyin tarafda bir tal copyright'ning kendi bir jumlasi bor chekdi. Masalan, mana qarab baqsak to'rt betlarda bo'lishi kerak. Mana jumlaning ichida bir C deb xat bor hamda. Qana maxat. Buni HTML'da o'zininki kodlari bor chiqadigan. Ashuni biz yozib olsak bo'ldi. Buni HTMLning ichiga kelib mana keniga ve işaretini qo'ygandan keyin shu copy'ni yozsak, buning har xil ishoratlar bor. Qarasak mana C isharati chiqqan bo'ldi. O'sha to'rbatlarda ekranlarda ishlatilgan har xil ishoratlarni HTML'ninki o'zininki kodlari bilan chiqara olamiz. To'rbatni izlab ko'rsanglar bo'ldi. Yoki uni masalan UTF symbols deb izlasanglar chiqadi. HTML'ni qo'shib bitay. Mesela ma'lum qarab boqaylik. Mesela ehtiyoj bo'lib qolsa, bu shaklda izlab qarasanglar, mana hammasi rasm emas, butun tor ko'rgishlar qo'llaydigan UTF shakllik narsalar, shakllar. Masalan, ay yulduzlar bor ekan, kulgan ishoratlar bor ekan. Qaysi kerak bo'lib qolsa, o'sha ishoratlarni foydalansanglar bo'ldi. Xat, font yoki boshqa narsa ishlatmasak ham bo'ldi. Masalan, men quyoshni ilib boqaylik mana bunaqa. Buniki HTML'deki kodun imkanı desek, mavi hashtag bilan ishlatib qo'ygan ma'nosiga mana. Buni edib qo'yib boqaylik, bizda nima chiqadi. Ko'chirdik. Ko'chirgandan keyin bizning paytga kelib bir chaplab boqay mana. Normal chiqqanmi, chiqmadi. Qarasak mana quyoshga chiqqan bo'ldi. HTMLning shu har xil simbol, shakllari bor. Simbollar shularni foydalansanlar bo'ldi. Bizga ma'lum qilish kerak emas. Buni o'chiraylik. Endi buni tamam bo'lgan bo'ldi. Betninki muhim joylarni qilib oldik. Endi ba'zi betlarda mush ichiga, mush ostiga bir tal aloqalish xaritini chiqarib qo'ydim. Bizdagi darsda so'ralganda bu. Biz mush betni yasagandan keyin mishaga bir xarita qistirib qo'yaylik. Google'niki Google xaritasini alaylik buni. Biz hozir Istanbul deb Istanbulniki o'rnini olsak bo'ldi. Yoki Sultanahmet deylik, Sultanahmet Cami. Fatih. Bir şeyler bozkulardı. Bunun hem de paylaş degenin içinde biz ötkenki ders düzgün tok. Harita yerleştirmemiş. iframe degen müşbetni kodunu elip işletmesi iframe. Bunu köçürüme. Köçürgendim ki ben özümüzün betige kayıtıp bunu ne tuturumuz degen vaxtıda biz fırtırının üst tarafta bizden content dep bir tal dil bulduğun Muşniki en ahırga, muş orunga tutursam buldu. Mana içi tuturup hazır. Şu bizdenki, ma içiga bir tal dil koyalım, bir tal harita dep. Map dep isim koyup, içiga çapıldım. Çapılgandan keyin qarasak, bir yani buzib etdi bu. Endi biz nima qilgandik ko'rasiz. Endi esim keldi. Buni ko'rinish shaklini biz 3 ga bo'lib etgandik. Shunaqa mana shaklda buzib etdi. Biz uning uchun biz buni bu yerga qo'ymay o'xshashmish shaga hamda div deb bir tal map deb content bilan fotoning araligiga mana kichik qo'yib turib ko'rsatay. Container header mau betninki üst qismi, mau content betning o'rta qismi. Hamda
content bilen şu foto ikisining oraliqqa bir tal div açtım xaritda deb. Buni men chaplay. Qarasak mana şekilde ko'ringan bo'ldi. Chunki bu iframe'ni bizga bergan vaqtida Google'dan olgan vaqtimizda buning bir kengligini muqimdab qo'yganlik uchun shunday ko'rindi. Biz buni shu bizga ta'minlab bergan kodning ichiga qarab turib iframe'ning ichiga izlasak kengligini aşağıda ko'ramiz. Qarasak mana kengligini 600 piksel debdi. 600 pikselni biz 100% qilib deylik. 100% qilib deb betni cho'ng'itsak mana şekilde bir xaritda yerleştirib olgan bo'ldik betning ichiga. Ast tarafta fotoğrafımız var, onun üst tarafta bir xaritimiz var. Bu şekilde xaritimiz işleydi. Xarsak bu o'ringa bir tal o'rnimiz deb bir ismni birini qo'yib qo'yaylik, u tamam bo'lgan bo'lsin. Hech bir cho'ngroq yozaylik mana. O'rnimiz deb ism yozdik. Mana şekilde bunun da hamda o'ng tarafga chiqib oldi. Bir tal klass berib, yoki mapga bossak bo'laverdi, farq etmaydi. Mapning ichidagi h1 ismi. Text align center deylik. Hatmi o'tirni başlatıp beğendirsek, mana şekilde o'tirni chiqqan bo'ldi. Bunun ham da astig'iroq margin bottom astidan sal bo'shliq qo'yib qo'ydi 10 piksel. Mana şekilde. Xaritani bu şekilde yerleştirib olsak bo'ldi. Beshini qarab chiqaylik. Biz betning ust tarafiga bir tal header deb bir div qildik. Uning ichiga 3 ta div bor. Birisi logo, birisi izlash ramkasi, birisi mundarija. Betning o'tirg'a biz contents deb bir cho'ng divning birini ichib olgandan keyin uning ichiga yana items deb bir tal div qo'ydik. Bu bir tal divning ichida endi shu rasm, mavzusi, mazmuni, tislar biz nima qo'ysak bo'laverdi buning ichiga. Shularni bir tal o'rinlashtirib qo'ygandan keyin yana ko'paytib biz 9 tal mazmun qildik. Avtomatik bu shaklda ko'ringan bo'ldi. Buning ostiga biz hozir bugun bir xarit yerlashtirdik. Xaritni yerlashtirib qo'ygandan keyin buni oxirida qildik lekin tartibni almashtirib so'zdik. Ast tarafga endi bet haqida, sahifalar, ijtimoiy aloqa degandek shu betga munosabatli narsalarni ancha-muncha qistirib qo'ydik. Bu endi bizning shu bosh betninki bir ko'rinma shakli tamom bo'lgan bo'ldi. Endi biz buni bosgan vaqtda ishga kirib mazmunni o'qiydigan bir betni qilib shu betninki oddiy bir betning loyihasi tugagan bo'ldi. Buning uchun biz shu HTML ichiga kirib biz indeks dedik endi bunga biz yana bir tal HTML qistiraylik. Buni read deb qo'yaylik, o'qi deb ism qo'yib qo'yapmiz hozir. HTML. Bunaqa men shu indeksdagi barliq narsalarni ko'chirib ko'paytiraman bir tal. Chunki bunda header bor, qarasak hozir. Header qismi bor, footer qismi bor. Biz faqat shu o'tirdagi mazmunni o'chirib o'tib, shu o'ringa yerlashtirsak bo'ldi. Buni ko'chirib olgandan keyin shu read degan HTML ichiga chapildim. Chaplagandan keyin endi men shu contentga kelib biz bir tal ulanib bergan tipga ishonadi. Ham bo'lishi mumkin. Shu contentga biz read degan HTML yerlashtirsak, bosgan vaqtimizda biz mana bosgan vaqtida ulanma adresi qarasanglar meni ko'rsatdi hozir. Boshqa bosganda read yani o'qi dedik hamda o'qi HTML o'tib ketdi. Biz endi buni shu ishidagi mazmunlarni ilib deb ma'lumdiki. Contents'ten tatib faqat mana ilib deylik. Ilib deb Mayagan bir tal content deb qo'yaylik ismini, mazmun. Bayam qilsa content'da kendi arqa tarafda s botdi, kendi mana s yo'q. Buningga biz bir tal xatninki ismi shundaymi? Anaqa content title deylik mana. Agar kechiringlar, bunda men indeksni qilibman. Mendagi xatolik. Biz buni content qilamiz, content. Read degan HTML ning ichida. Contentni o'chirib o'tgandan keyin bayam avvalgi yozgan xatni chapildim. Qarasak xarit qolgan bo'ldi. Xaritini men o'chirdim hozir. Mana ko'pchilikka natonish degan mavzusi kelgan bo'ldi betninki. Nima xariti bizga kerak emas, xaritini o'chirib deb
mezmunda hazır oturtulan kalgan buldu. Endi bir astaga düşüp hazır. Ma orunga content text dep koyup duray. Ve CSS'de ben ontratirici verdim. Buna dikkat kılmama. Özüňla uýgurça saňlan boldy latin harfleri. Könüzük bolmaýdy. Latin harfleri ezip muş betniň orduny belgileş üçin özüňle halygyny saňlan boldy. Endi bizde bir nim boldygan. Karşı kelimen ilip koygan bir uzun tekstler boldygan. Aşna eger tapa alyp kalsam, mana. Baken many elip lam aşağı çaplaydı hazır. Uzun hatlaryny. Bunu çapladyk. Çaplagandan keyin betke karsak mana betniň mawzusy içideki mezmun uzun hatlar mezmun. Hatta biz bunu bir P'ni aşık alaylı, yani retligrak çıksın paragraf. İkinci bir P'nin birini içebilip, üçtetlen mezmun çaplamak için ben almak istedim hazır. Mani aldım, mani küçeldim. Bunu çaplıp aldım. Üçüncü bir mezmun hem de üstü taraftan mani çaplayıp, bunu çaplıp aldım. Çaplagan kim karşısak uzun mezmunlar çıktı. Buna kadar bir tane resim koyayım şu title'ninki astı kılan. Content fotoğraf koyayım resim boğan olsun. Bizdenki bir tal IMG'de bir tal resmimiz buldan çoğun resim. Bununki resimden içinde 10. resim o değil mi? 10. resim. Çoğun resim buldan bir tal. Bunun elip etme açıklan vaxtımızda resim bütün çoğun çıkıp ketken buldu hazır. Hem de mesela 100% kılma etsek, oranı vermezsek mi oldu? 100% de resmin kanalını vermezsek mi oldu? Bizim vaxtın başında tan şeyli. Hem de biz content'ini okşan şekilde CSS'e kilip bununla bir kanallık bireyle 100 piksel tuğa bir baş bettik. Adette biz bettin aylagam vaxtımızda qaysı orunlarda kän kılımız, qaysı orunlarda mesela ta orun işletimizde belki basak bir tal divini kılıverip hem orunu işletsek boldu. Biz çünkü bir şeyde plan kılmaya kalkımız için ayrım yazılan doğru kap kaldı. 100 piksel de bettin kanallıkini. Biz bir orunu belgili basak bunu hem orunu işletelim adette. Şu an ben üçtüye yazdım. Bunu kılgan vaxtıda sizler karap durup amal bir orunda retli bilip bizi bilip bir tal divini. Müşken orular işletiş için birinler işletsenler buldu. Vaxtında betninki müşkenin tarlıqını bir orudun almaştırsak hem jaydan özgergen boldu. Bir şeyde kılgan vaxtıda sizler azrak planlı kılıp alsanlar yaxşı. Buna hem de marjinini okşaş şekilde nöl auto kılaylı. Karsak ma şekilde bir betninki oturtun başlagan boldu. Hem de resim çoğunluğallık şunun aşağıda çıkıp kaldı. Hatta bunu 900 piksel kılıp bakayım, yeni tarih çıksın, ineğrak görelim ma şekilde. Resimni tutduk. Hem de mavzusunu çoğunrak kılıp oturduk görüştüğümüz bununki. Bununki ismini mitte desek content title dedik ha, bunun content title. CSS'de content title degenki font size. Bunu bir 36 piksel kılıp çoğunrak dursun. Mezmun bettik 36 piksel. Bununla text align center dedik. Text align center dep oturdun başlattık. Ve padding dep onsol teme tarafını bir 30 pikselin boşluk koyup böyle. Onsolun ben bir sekim oldu, lekin ben hazır manada onsolunu bilip koydum. İş tarafga bu şekilde çıktı hem de az tarafdaki şu mezmunlarını hazır onsak oldu. Bunu kılış için biz HTML'e karsak content text yaptığımız gibi content text. Bu CSS elip ast üst tarafı bir azrak yapıp koyayım ben. Margin ast üst tarafı bir 20 piksel. Lekin ölçügen vaxtıda mesela paç kılmay. Hem taraftan ya 15 piksel ya 20 piksel ya 30 piksel kılıp bir tutaş çıkkany yaxşı. Biz hazır sınaq boğanlyk üçün ölçemsiz kılıverdik. Ölçemge maslaşıp kalan yaxşı boldu. Hem ýerde mesela eger onsol asty üst tarapda 20 piksel bolsa, betniň hemme tarapyndan işletseň yaxşı. Asty üstüni kıldyk, onsolunu kılmasak boldy. Ma şekilde kıldyk. Endi paragraflarnyki aralakyny içipde content text nasıl bizdenki pdf bir tegimiz tag boldy. Bununki mesela margin ast tarapyny bir 20 piksel boşluk koyaylı. Eğer doğru yazgan bolsam, margin bottom. Content text paragrafa P. Ma şekilde bir
20 pikselden boşluk koyup aldık. Endi Qur'ninki çoğun kişilikinin bir sınıf deyli. Lionhead dep karşı günkü dersde öğrengen. Buna bir 40 piksel qilib bakayım ben. Sizlerin körüsün dep çoğun yazdım hazır. Qur'ninki aralığını içip etken buldum ha. Mesela katman çoğun kişilik neçe bolup qalsa, şunu qarab turib ölçep qısaq boldu. Mesela 20 bolup qalsa kichik bo'lishi mumkin hazır. 28 qilsam. Qarasam mana shu yerda yomon emas chiqdi. Ondan başqa şu HTML işlem demiş. Oralar sizler kalgan video avazını boş yerleştirirsenler bulardı. Bunun bir çeklimisi yok. Mesela bunun hazır YouTube'un bir kıstırıp değil, bir meşk boğan bolsun. Bizninki kanalın ismi şu değil mi? Yani şunun birini elip lan çatlap bakaydık yani. Mani aldık. Bununki share'nin içinde bir embed dep kod var. Şu iframe'ga o'xshashi. Şu embedni aldık. Algandan keyin bizninkimiz betning mesela ma o'ringa yerleştirip bakaylik ikinci paragrafın üstüge. İkinci paragrafın üstü ma o aniki takılışken ma 1, ma 2, ma o'rin. Ma o'ringa yerleştirip bakaylik. Qarasak mana ma şekilde çıktı hazır. Lekin kang tag'liqini biz halqaç tanışıp alsak boldu. O'xshash şekilde 500'ni düzbesen qilib bakay. Odatda videoni kendaqsa chiroyli chiqmaydi. Lekin hozir sinaqqa qilyapmiz. Bu şekilde qilib olsanglar bo'ldi. Video yoki ovoz bo'lsin, oralarga kirgizib resim hamma narsani qilib turadigan bir cheklimasi yo'q. Bosh betga qaytish uchun ma'ni qilib biz uni bir ulanma qilib qo'yaylik bir bosh bet. Buniki index html da var bosh betning ismi. Bosh betni bosdim, bosh betga qaytgan bo'ldim. Ama ko'pchilikni tanish emas degan mazmunni bosgan vaqtimda mana şekilde mazmun betga kirgan bo'ldik. Dersimiz HTML to'g'riliq ders müşahede ahırlaştı hem de tügütümüz. Bir şeyden başlayıp bir addiyrak bir bet yasaş öğrendik. Qolgan mazmunlarni o'zinglar internetni izlab tirishib qilmasanglar, bunun davomı kelmaydi. Tashlab qo'ysak unutilib qoldi yoki yaxshi o'rganib bo'lmaydi. Mush oxirini chiqarib buniki mashq qilib turlarni izlab qilsanglar bo'ldi. Buniki doirasi bek kam. Biz faqat hozir boshlash saviyasini tushuntirib o'rgatdik. Qolgan endi o'zinglarniki tirishchiligiga bog'liq. Münasebetli sorular bo'lsa so'ranglar, javob berib aytgandan keyin mishada HTML va CSS kursimiz oxirlashgan bo'ldi. Oxirgi bugun 9-kun, biz 10 kunga plan qilgan. 10-kunda inshaalloh nima qilsak bo'ldi. JavaScript'ning nimaligini tushuntirish uchun bir vaqt ajratlar degan. Kelasi shanba kuni shundan bir soat vaqt chiqarib, faqat JavaScript'ning nima qanday ishlaydi, nimaga ishlatilgan narsani qisqa tushuntirib bersak, kursimiz oxirlashgan bo'ldi. Biz o'rganish jarayonida faqat shu asas ko'p lozim bo'ladigan HTML'ninki shu tag, yani element deymiz, taglarni o'rgandik. Nurg'un taglar bor, bizga ehtiyojimiz bo'lganlarni shu ramkalar, masalan, mundarija tizimdagi rasm, ovoz, video, iframe deganga o'xshash narsalarni o'rgandik. Buni tashlab etmay ko'rib chiqsanglar bo'ldi. WSchool degan to'rbetdan qana bunday qilaylik bo'lmasa HTML mush to'rbetga qarasanglar, mush to'rbetda masalan har xil HTML'ninki o'zininki narsalar bor, taglar bor. Aşağıdan ko'rib sinab qilsanglar bo'ldi. Masalan, elements deb turadi. Buning ichida biz o'rganganlarimiz ko'p lozim bo'lganlarni o'rgandik. Ehtiyoj bo'lganlarni, lekin bir ko'rib qo'ysanglar ziyni yo'q. Mush to'rbetlardan foydalansanglar bo'ldi. CSS'ning bor masalan, CSS'ninki asas qismini biz o'rgandik hamda. Qolganini shu loyiha nimasi iliqi nima deymiz? Xiyol kuchlamdik hamda. Shularni o'zing tasavvur qilib shunlarda. Mandaq bir narsa qilsam bo'ldi deb qilsanglar, shu HTML bilan CSS'da ajoyib yaxshi narsalarni chiqarib qilib bo'ldi. Harakatli narsalarni nasl bo'ldi. Animations deb bir narsalar bor buniki. Masalan, biz vaqt qisib bo'lganlik uchun shu 10 darsda shunday qilardik. Hareketli narsalarni masalan oddiy qilib aytgan vaqtda bek chiroyli narsalarni qila olamiz. Ajoyib narsalarni qilib bo'ldi. CSS bilan HTMLni birlashtirgan vaqtida. Ko'rib mashq qilib tursanglar davom qilasizlar.
Taşkil etmeli. Bir betni, normal bir betni, hazırkı şu ihtiyaçını kamdaydıgan bir betni yasap çıkış üçün tunji kadam HTML dedik. HTML ügünüp bolgandan keyin CSS dedik. İkisi birleşken vaqtida betning ko'rinma yuzi, layihasi, tor betlarniki yan fonda kompüterda chiqaradigan har xil tanshaklarni ikki narsada qilamiz. Buni yaxshi o'rganib bo'lgandan keyin boyagi qatnashimiz so'ragan savolga kelamiz. Bu faqat buralarda yoki shaxsiy shirkat tor betlarida bo'lmasin bo'ldi. 8-10 betlik betlarda biz HTML bilan hamma narsani yerlashtirib muqim deb etsak. Chunki uningda o'zgaradigan narsa yo'q. Yoki yilda bir qitim, yoki 6 oyda bir qitim ichidagi azaq xatlarni o'zgartirib qo'ysak bo'ldi hamda. Lekin davomli mazmun yo'llab turadigan bet qilish uchun uning ayrim-ayrim yasash bir japa bo'ldi. Ham shuningga bir program tiliga o'rganishimiz kerak. Uning uchun nurg'un tillar bor. Tor uchun hozir asosida eng ko'p ishlatilayotganlar ham hozir Node.js va JavaScript bilan deymiz, lekin PHP ham qulay ham yaxshi. Ko'p narsa bo'ldi. Ham PHP, ham bizga JavaScript 4 birlashsa, sizlar xohlagan tor betni yasab chiqa olasizlar. Bir JavaScript'mi bek mühim narsalarni bilsin, şu tor betdiki. Tor dünyasida uni ham tor betlar emas, bunda hozir yanfin app'lardan mesaj qilib bo'ldi JavaScript'da. Kompüterda ishlaydigan kichik tipdagi programlarni qilib bo'ldi. Bek kuchli bir narsa bu. PHP deganimiz ham tor so'zlab ketdik PHP deb, o'sha torda eng ko'p ishlatiladigan tillarni bilsa. Hozir endi boshqa tillar ko'p chiqib ketdi, har xil. Lekin asosida eng osonroq boshlash uchun PHP yaxshi, tavsiya qilamiz. Qani o'zinglar izinib qilib, shu tor betlarning qaysi tillar yaxshi ekan deb ko'rib chiqsanglar bo'ldi. Dersimiz, kursimiz demay, kursimizni kelyapti oxirlashtiramiz. Oxirgi bir kunlik vaqtimiz qoldi. Dersimiz tor CSS va HTML dersimiz bu yerda oxirlashdi. Boshqa savolinglar bo'lmasa, inshaalloh seshanba kuni ko'rishaylik. Kurashguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.